Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugungi darsimiz print funksiyasiga bag'ishlanadi. Print funksiyasi qavs ichiga yozilgan matn yoki ifodalarni ekranga chiqaradi. Ushbu funksiya yordamida biz turli xil ma'lumotlarni foydalanuvchiga yetkazishimiz mumkin. Matnni ekranga chiqarish uchun uni quyidagi turli qo'shtirnoq orasiga joylashtirish mumkin. Matnni bittalik, ikkitalik yoki uchtalik qo'shtirnoq orasiga yozishimiz mumkin. Shu bo'yicha namunalarni ko'rib o'tamiz. Misol uchun print funksiyasini yozamizda, uni ichiga men Python dasturchisiman. deb yozamiz. Xo'p, bu bittalik qo'shtirnoqda edi. Uni ikkinchi namunamizda ikkitalik qo'shtirnoqqa, keyingisini esa uchtalik qo'shtirnoq, bunisini ham uchtalik qo'shtirnoq ichiga olamiz. Dasturimizni ishga tushiramiz. Dasturimizni ishga tushirganimizda to'rttala dastur ham bir xil natija beradi. Bu degani qo'shtirnoqlarni vaziyatga qarab joylab ketamiz. Kod yozishda ayrim xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Agar matnni qo'shtirnoq ichiga olmasak yoki qo'shtirnoqni to'g'ri yopmasak, sintaks xatoligi yuzaga keladi. Shu sababli har doim qo'shtirnoqdan to'g'ri foydalanish juda muhim. Masalan, birinchi namunamizda ko'rsatilgan umuman qo'shtirnoq ichiga olinmagan matn, ikkinchisida esa qo'shtirnoq ochilib yopilmagan, uchinchisida esa aksincha qo'shtirnoq ochilmasdan turib yopilgan. Shunday hollarda hammasida sintaks xatolik beradi. Nima uchun 3 ta har xil qo'shtirnoqlardan foydalanyapmiz degan savol paydo bo'lishi mumkin. Buning javobi oddiy, chunki biz yozayotgan matnimiz juda uzun ham bo'lishi mumkin. U matnda qo'shtirnoqlar, birtirnoqlar qatnashgan bo'lishi mumkin. Shu xatolikni oldini olish uchun biz har xil qo'shtirnoqlardan foydalanamiz. Masalan, 3 talik birtirnoq yoki 3 talik ikki tirnoqdan foydalansak, bunday xatoliklar yuzaga kelishi ancha kamayadi. Chunki hech qaysi matnda 3 ta ketma-ket qo'shtirnoqlar kelmaydi. Yoki biz egri chiziq orqali biz matnimizda berilgan qo'shtirnoqni oldidan egri chiziq qo'ysak, bu Python dasturi buni inobatga olmay o'tadi. Ya'ni qo'shtirnoqni matn ichidagi qo'shtirnoqni inobatga olmay o'tadi-da, dasturimiz xatosiz ishlaydi. Yana namunalarni ko'rib o'taylik. Masalan, mana shu men Python dasturchisiman-da Python so'zi qo'shtirnoq ichida kelgan bo'lsin yoki mana tepasida bunga ham qo'yaylik va bunga ham qo'yamiz. Ko'rib turibsiz, o'zi dasturni vizual kod ustidan o'zi ham buni xato deb beryapti. Endi bu xatolikdan qochish uchun biz boya keltirilgan egri chiziq o'zidan oldin kelayotgan belgini inobatga olmay o'tib ketadi. Va yana dasturimizni ishga tushiramiz. Dasturimizni ishga tushirganimizda hamma dasturimiz natijasi bir xil bo'lib chiqadi. Demak, kodimiz xatosiz ishlayapti. Print funksiyasida bir nechta argumentlarni yoki parametrlarni ishlatishimiz mumkin. Agar biz bir nechta qiymatni ekranga chiqarishni istasak, ularni virgul bilan ajratish kifoya. Yana bitta ma'lumot, print funksiyasiga argument bermasak, u yangi bo'sh qatorni chop etadi. Buni ham hozir namunalarda ko'rib o'tamiz. Bu namunalarni o'chirib tashlaymiz, boshqa yangidan yozamiz. Men virgul qo'yamiz. Matnda qo'shtirnoq ichiga olib virgul qo'ydik va yana bitta matn yozamiz. Undan keyin ham virgul qo'ydik. Yana qo'shtirnoq ochib, keyingi matnimizni yozamiz. Men Python dasturchisiman. Hop. Yana bir marta print funksiyasini yozaylik-da, boya aytganimizdek, unga argument bermaylik, faqat shunchaki bo'sh, qavs ichida bo'sh qoldiramiz qavs ichini. Va yana mana bu kodimizni joylaylik. Terminalni o'chirib olaman. Dastur ishga tushdi. Dasturda mana birinchi kodimizning natijasi men Python dasturchisiman va bo'sh qator, chunki printga argument bermadik, va keyingisi men Python dasturchisiman. Shu bir xil bo'lib qolmasligi uchun, bir-biridan farqlanish uchun mana shu yerda ikkinchi qator deb yozaylik.
Terminalni o'chirib, boshqatdan dasturimizni ishga tushiramiz. Shunda mana aniq ko'rinib turibdiki, birinchi qator va uni orasida bo'sh qator, ikkinchi qator. Print funksiyasi bilan nafaqat matnlarni, balki raqamlarni, sonlarni ham chop qilishimiz mumkin. Mana 5555 yozdim. Terminalni bo'shatib oldimda, yana dasturni ishga tushirdim. 5555 soni chop qilindi. Bugungi darsimizda print funksiyasi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldik. Uni yordamida ma'lumotlarni ekranga chiqarish, sintaks xatolarini oldini olish, qo'sh tirnoqlar bilan bog'liq muammolarni hal qilish va argumentlar bilan ishlash imkoniyatini o'rgandik. E'tiboringiz uchun rahmat.